Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana oldingi darslarimizda va'da qilganimizdek, ekraningizda ko'rib turgan masalalarni kvadrat tenglamaga olib borib ishlagan edik va shuni kvadrat tenglamasiz ham ishlash yo'li bormi degan savol qo'ygan edik o'rtaga. Keyingi darslarimizda gaplashamiz deb kelishgan edik. Mana marhamat, ushbu borada ozgina fikr yuritamiz. Xo'p, bizda 500 gram eritma turibdi. O'shandan nechidir gram to'kib tashladik. Eritmamiz 40%. Xo'p, unda x gramni to'kib tashlaymiz. Bu eritma ham baribir 40%ni saqlab qoladi. Hosil bo'lgan eritmamiz tarkibida hop 200 dan 200 500 gramning 40% 200 gram erigan modda bor edi. O'shandan 0.4x to'kilib ketdi. Ya'ni to'kilgan eritmani ham 40% erigan modda bo'ladi. Unda 200 minus 0.4x deymiz. Eritmani ustiga x gram suv qo'shganimizda yana 500 gram eritma hosil bo'ladi. Sababi x gramni to'kib tashlab, x gram suv qo'shganimizda yana 500 gram eritma hosil bo'ladi. Ammo bu eritmamizni foiz konsentratsiyasini bilmaymiz. Bu eritmamizni foiz konsentratsiyasini biz quyidagicha belgilaymiz. 200 minus 0.4x erigan modda bor edi. 200 minus 0.4x erigan modda bor edi. Eritmaning jami massasi 500. Mana bu ifoda foiz konsentratsiyani beradi. Endi hosil bo'lgan eritmadan ham yana x gram to'kilib, yana x gram suv qo'shilganda oxirgi eritma 33.856% bo'lgan. Xo'p, masalamizni yechishni boshlaymiz. Dastlab eritmamiz ichida 200 gram tuz bo'lgan. O'sha 200 gram tuz 2 marta to'kilib, suv qo'shilganda 2 marta kamayish jarayonini boshdan kechirgan va ikkita y yoki bo'lmasa y ning kvadrati marta kamaygan deymiz. O'shanda oxirgi eritmamiz 500 gram bo'lgan, eng oxirgi eritmamiz. O'sha 500 gram eritmamizni ichida 33.856% tuz bo'lgan. Bu 500 ning 33.856% 169.28 gramni beradi. Mana shu yerda shu 169.28 gram erigan moddaga teng bo'lishi kerak. Natijada bu yerdan y kvadrat barobar 1.1815 kelib chiqadi. Y ning o'zi esa 1.087 kelib chiqadi. Demak, eritmalarimizdan har x gram to'kilganda ichidagi erigan moddamiz massasi 1.087 marta kamayib borar ekan. Endi quyidagi tenglamani tuzishimiz joriy bo'ladi. 200 dan x gram to'kilganda 0.4x ketib qolgan, demak 200 minus 0.4x o'sha 1.087 ni bersin. Bu yerdan x barobar 40 gram kelib chiqadi. Demek eritmamiz
dan har bir jarayonda 40 grammdan to'kilib 40 grammdan suv qo'shilgan ekan. Endi ikkinchi masalamiz ham shu birinchi masalamiz o'zi, ammo 15 marta jami bo'lib turib 15 marta takrorlangan. Bunda ham xuddi shunday dastlabki eritmamizni tarkibida hop 400 grammning 80% 320 gram erigan modda bo'lgan. 15 marta jarayon takrorlanib, eng oxirgi olingan eritmamizning massasi ham yana 400 gram bo'lgan, ammo 30,385% bo'lgan. Bunda 400 ning ko'paytiramiz 0,30 385 eritma tarkibida 121,54 gram erigan modda bo'lgan. Jarayon 15 marta takrorlangan. Demak 320 ni bo'lib tashlaymiz qandaydir y marta kamayishning 15-darajasiga. O'shanda 121,54 gramgacha kamayib kelsin. Bundan hop y ning 15-darajasi barobar 2,63 288 kelib chiqadi. Hop bundan 2,63 28 ni logaritmlab 2,63 288 taqsim 15 oladigan bo'lsak, y barobar 1,0667 kelib chiqadi. Demak, har bir to'kilib suv qo'shilish jarayonida eritma tarkibidagi tuzning massasi 1,0667 marta kamaygan ekan. Endi ushbu tenglamani tuzishimiz joiz bo'ladi. 320 gram tuzdan x gram to'kkanimizda, demak 320 minus 0,8 x gram tuz ketadi va o'shanda 1,0667 kelib chiqish kerak. Bu tenglamamizdan x barobar 25 gram kelib chiqadi. Demak 15 marta 25 gramdan to'kilib 25 gramdan suv qo'shilgan ekan.